Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni O'zbekiston so'miga nisbatan 14-iyul kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjirpay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzkart va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjirpay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. Ko'ra dollarning rasmiy kursi 16 so'mga ko'tarilib, 1 AQSh dollari 12.092 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1.209.287 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 24 so'mga ko'tarilib, 1 yevro 13.824 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 yevro 1.882.457 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubl kursi esa 0.19 so'mga pastlab, 1 Rossiya rubli 157 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 157.130 so'mga teng bo'ldi. Qozoq tangasi esa 0.47 so'mga pastlab, 1 qozoq tangasi 25 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 qozoq tangasi 25.470 so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistondagi har kunlik dollar, yevro, rubl hamda qozoq tanga kurslarini kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun alohida kattakon rahmat aytib qolamiz.